Alhamdulillah do'stlar, sizlar duolaring bilan men Reverim shouga o'tdim va qatnashish imkoniyatini qo'lga kiritdim do'stlar. Sizlar duolaring bilan do'stlar keyin u shouga 100 ta odamni saralab oldi. Reverim shouga ichidan birgina odam 500 million sohibi bo'ladi. Sizlar duo turinglar, men boricha harakat qilaman. Jismoniymi, ilmiymi, hammasicha boricha harakat qilaman, kurashaman. Inshaalloh yutsam o'sha va'da 500 million pulni shu yerga Allohning baytiga kelmoqchi bo'lganlarni hissa qo'shamiz. Shu yerga olib kelishga harakat qilamiz. Do'stlar, hozir eshitdim, mana xabarda Reverim shouga o'tganimni hozir O'zbek akamiz bor ekan, eshitib ko'rib. Assalomu alaykum. Hozir bitta taklif berdi, nimalar dedingiz? Taklifim shundan iboratki, uka, men kechagi videoingizni ko'rib juda ta'sirlandim. Agarda men g'olib bo'ladigan bo'lsam, shunda 500 millionni hammasini umraga yo'naltirib, umraga kelolmayotganlarni olib kelaman deb va'da berdingiz. Albatta, ko'p nima va'da bergan bo'lsangiz, ko'pini bajaryapsiz, ko'ryapmiz. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, shu holat bo'ladigan bo'lsa, g'olib bo'lsangiz, uka, mendan ham 10 ta umraga Xudo xolasa inshaalloh hadya hisoblanadi uka. Qo'shasiz yana. Albatta, mana bu qadar so'zda gapiryapmiz. Albatta, bu yerda gapirilgan gap u yolg'on gap gapirilmaydi inshaalloh. Xudo xolasa 500 million bilasizlar, kam pul emas. Duo qilinglar, Robbimizga oson. Agar Alloh xohlasa, YouTube inshaalloh shu yerda ko'rishamiz yana. Do'stlar, tez kunda O'zbekistonga qaytyapman. Keyin do'stlar bilasizlar, bu shouda o'tgan safar ham qatnashganman. Bu safar ham mana harakat qilib, spiskaga yozildim. Agar xohlasa, Alloh xohlasa, YouTube kelaman. O'tgan safar do'stlar ancha qo'lim qaltirab, hayajonlarim qo'rquv bo'lib yutqazib qo'yganman. Inshaalloh bu safar qo'rqmasdan, hayajonlanmasdan shundoq borib inshaalloh 500 million yutib shu yerlarda ko'rishamiz aka. Qo'l berib qo'ying inshaalloh Allohning maytiga 50 ta odam bilan qaytaman. Inshaalloh. Allah bilan qaytaman. Davay. Duo turinglar, bo'ldi. Hech narsa kerak emas, chin dildan niyat qildim.